Do'stlar, assalomu alaykum. Stomatologiya Moskva shahrining Metro Oktyabrskiy poliya stansiyasida joylashgan. Oktyabrskiy poliya stansiyasi do'stlar 7-liniya. Metroda adashmang, e'tiborli bo'ling do'stlar. Stomatologiya WhatsApp nomerlar yozilgan, WhatsApplarga telefon qilamiz do'stlar. Kuzatamiz, navbatdagi bemorga nazar solamiz do'stlar. Bu bemorimizning shikoyatlari, savollari. Doktor, tishlarimni toshlari to'la. Tishlarim chiritadimi? Tishlarim kasallanib ketmoqda. Sababi shu toshlarim deb savol berdi. Do'stlar, to'g'ri. Tishlar chirishiga sabab bo'lgan faktor, omil mana bunaqa tish toshlari bo'ladi do'stlar. Mana ko'ramiz. Bu ukamizning tish toshlarining ko'pligi natijasida sog'lom tishlari kasallanib bormoqda. Mana ko'ramiz do'stlar. Tishlarning sarg'ayishi, qarashlari, tish toshlari mikrobakteriya saqlaydi. Mana ko'ramiz do'stlar. Mana. E'tibor beramiz mana pastki tishlarida. Eski plomba qoldiqlari, plomba saqlangan, atrofida tish kariysi davom etyapti. Yuqoridagi videolarda aytganman, ikkilamchi karies paydo bo'lishi sodir bo'lgan. Mana doimiy plomba ostida tish chiriydimi degan videoni ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 6-raqam tishlari kariesga uchrab asorat beryapti. Tish toshlarini hamma tishlar atrofida kuzatamiz, ko'ramiz. Mana bu yerda yuqorida 6-raqam tishlar ham xuddi shunday pulpit bilan bezovta qilib kelyapti. Mana ko'ramiz. Ko'ringlar do'stlar. Demak, e'tiborli bo'ling. Tish toshlarining ko'pligi og'iz bo'shlig'idagi mikroflora tish toshlarini sababchi qilib hisoblanadi do'stlar. Tish toshlarini tozalating, gingivitni oldini oling, davolating. Moskva shahri Oktyabrskiy poliya metroda. Takror aytaman do'stlar, podpiska bo'ling, kanalga like bosamiz, stomatologiyaga murojaat qiling. O'z vaqtida tishingizni asrang. Bu ukamiz yosh yigit bo'lishiga qaramasdan tishlar qatorida anomaliya mavjud. Tishlar qatorining qiyshiqligi, tishlarning sog'lom lekin tish toshlari milk atrofidagi qarashlar juda ko'p. Sog' bo'linglar do'stlar. Bitta like bosib qo'yamiz musofirlar.